Восьмерка bo'lgan mototsikl diskalarini ko'rganmisizlar. Mana shu o'sha diska bo'ladi. Aka-ukalar, uzundan jo'natishgan. Hammaga assalomu alaykum. O'tgan videoda kommentariya qoldirib, like bosib, oshnalarga jo'natib va ko'pchilik podpisatsiyaga bosgan aka-ukalarga kattakon rahmat va oldingida aytib o'taman, 80% aka-ukalarimiz podpiska bosmagan, обязательно bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xudo xolisa, diskani apparatga o'rnatib oldik. Diskani восьмеркasini to'g'rilab ham oldik. Diskani bog'lab urdik. Diskani bog'lab urishda davom etyapmiz. Har doimgidek bog'lab urish o'z samarasini berdi. Aynalishiga e'tibor beramiz. Qochirmasdan videoni cho'tki qilaman. Hamma tomonlar oporni turadigan joylari ham ideal bo'ldi. Aka-ukalar, kimga shunaqa bog'lab urish xizmatlari kerak bo'lsa, обязательно telefon qilishni unutmaysiz. Telefon nomer pastga yozib qoldiraman. O'tgan safar aytganimdek 80% aka-ukalarimiz podpiska bosmagan. Iltimoslardan podpiska bosib qo'yinglar va pales vверх qilib yurakchani bosib kommentariyaga o'z fikringizni yozishni ham unutmanglar. Yana bir marta maza qilamiz. Hammalaringga e'tibor uchun kattakon rahmat. Ko'rgandan ko'rishguncha xizmatlar bo'lsa bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Pastda nomer bor.